Yo'q, qanaqa qilib kompyuteringizga Telegram o'rnatishni bilmaysiz? Ko'pchilik mana shu narsani so'raydi. Kompyuterimga Telegram o'rnatishni bilmayman, qanaqa qilib Telegram ishlatsam bo'ladi deb. Bu narsani to'g'ri ko'pchilik biladi, bilmaganlarga o'rgataman, bilganlarga bitta eslatib qo'yaman. Qani videoni oxirigacha ko'ringlar. Birinchi navbatda kompyuterga Telegram o'rnatish uchun kompyuterni internetga ulab olasizlar hamda mana shu Google yoki Microsoft bo'lish kerak. Ikkalasidan bittasiga kirasizlar. Hamda qidiruvga Telegram PC deb yozasizlar hamda birinchi chiqqan saytga kirasizlar, originaliga. Keyin mana shu yuklab olish joyiga bosasizlar. Ko'rishingiz mumkin, o'ng tarafdagi zagruzkaga tushadi. Mana shu joydan yuklab olishini kutasizlar. Zagruzka bo'lgandan keyin mana shu joyga bosasizlar hamda mana shu fayl ustiga bosasizlar. Keyin mana bizda Telegram ustanovishni versiyasi ochiladi. Ustiga 2 marta bosamiz. Bu yoqdan OK bosamiz. OK bosamiz. Bu yoqda C diskda turaveradi. Dalay bosamiz va bu yoqdan mana shunga ptichka qo'yamiz hamda dalay bosamiz. Рабочий stolda chiqarib bersinga bosamiz hamda dalay bosamiz. Keyin ustanovit qilamiz. Mana Telegram ham ustanovka bo'lyapti. Keyin Telegramni ochamiz. Mana shu joydan telefoningizdan yoki skaner qilasizlar, pastdagi joyga bosib, telefon raqamingizni kiritib, bemalol Telegramingizni ochib ishlataverasizlar. Yuraychani tez qizartirib qo'yinglar, foydali bo'lgan bo'lsa, hamda kompyuteri, noutbuki bor do'stlaringizga mana shu videoni jo'natib qo'yinglar, o'zingizlar uchun bo'lsa saqlab qo'yinglar.